Men shu ovqat Instagramdan chiqarib, oxiri tayyorlab ko'rishga qaror qildim. Bilmadim, men tayyorlagan usulim lekin menga yoqmadi. Nimasi yoqmaganini video davomida aytaman. Tovuqni suvga solib, tuz, zira, rolton pripravasini solib qaynatib olamiz. Kartoshkani ham qaynatib, pyure qilib olamiz. Pishgan tovuqlarni suvigidan ajratib, chopperda solib maydalab olamiz. Mana menga yoqmagan joyi shu, chopperda juda ham mayda, qumga o'xshab qolar ekan. Pishgan tovuqni mayda qilib to'rab, videoda ko'rsatganimdek pyure bilan aralashtirsangiz bo'ladi. Sirni ham ikkinchi varianti qirg'ichdan chiqarib, orasiga qo'shib yuborsangiz, sizlarniki idealniy bo'lib chiqadi o'shanda. Lekin tovuq bilan kartoshkani oddiy qilib qovurib qo'ygandan ko'ra shu usulda tayyorlagan ancha yaxshi ekan. Uyalmay ko'rib o'tiribsizmi? Hech bo'lmasa komment yozib, like bosib keting. Voy tovuqmi? Yemayman deydigan odam ham ko'rinishini ko'rib yevoradigan taom bo'lar ekan. Bu retseptni albatta tayyorlab ko'ring. Duo qilayotganingizda mani hech esingizdan chiqmasin, ha?